Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Bugungi kunni dolzarb masalalardan biri bu Toshloq tumanidan kelayotgan fuqarolardan murojaat va ularning aytishiga qaraganda bevosita ularning xonadoniga suyultirilgan gazlar avvallar o'sha 30 yoki 35 kunda xonadonlarga kirib borgan bo'lsa, bugun 45 hattoki 65 kunga ham cho'zilyapti degan bizga bir sabablar so'zlarni aytishyapti. To'g'ri, bularni sabablarsiz deyishimiz sababi ham bor, chunki biz ularning qo'lidagi aniq bir hujjatlarni ko'rganimiz yo'q, lekin biz faqatgina ularni og'zaki murojaatlariga ishonyapmiz va shu uchun biz bugun studiyamizga gaz xodimlarini taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Nima uchun bugungi kunda o'sha fuqarolarning murojaatdan kelib chiqib bevosita aytaylik, xonadonlariga avvallar o'sha 30 yoki 35 kunda gaz kirib suyultirilgan gaz kirib borgan bo'lsa, bugungi kunda 65 kunda ham xonadonga gaz kirib kelmayapti degan gaplar aytishyapti. Bu qanchalik haqiqat? O'zi nechta xonadonlarga suyultirilgan gazlar tarqatasizlar o'zi Toshloq tumanida? Bugungi kunda Toshloq tumani aholisiga 36574 ta suyultirilgan gaz ballon tarqatamiz. Qish mavsumida bizga fonddan oshiqcha ham olib, qish mavsumlarida 30 kun, 35 kungacha tarqatdik. Hozirgi yoz mavsumida bizda ishlab chiqarish zavodlari etap-etap remontga tushgan, remont bo'lyapti. Biz hozirgi kunda yozgi kunida respublikadan ajratilgan fond bor bizda. Biz ta'minotchimiz, bizga fond beradi. O'sha berilgan fondni mahallalarga taqsimot qilib tarqatib kelyapmiz hozirgi kunda. Shu cho'zilib qolgan sababi o'sha 65 kun emas, 50-55 kun, misol eng maksimal 57 kunga chiqdik. 57 kun mahallalar tarqatib, hozirgi kunda 50-55 kunda mahallalarga kirib boryapti. Shu fond taqsimlab boryapmiz. Bu nimasi oshib ketganini hozir chora-tadbirini qilganmiz, uni ustida ishlayapmiz. Mana shu yangi haftadan fondlarimizni yana qo'shib berishdi. Hozirgi kunda muddati o'tib ketgan mahallalardan boshlab tarqatib kelyapmiz. Taqsimot qanaqa qilinadi, Sardor aka? Bevosita, misol uchun respublika taqsimlab beradimi yoki viloyat boshqarmasi taqsimlab beradimi suyultirilgan gazni? Bizda misol Farg'ona viloyati uchun nechta iste'molchi suyultirilgan gaz iste'molchisi bo'lsa, o'sha iste'molchilarga yarasha fond bergan. Endi hamkasbim aytib o'tmoqchiki, mana shu berilgan fond yetarli darajada yetib kelmayapti. Ya'niki o'sha ishlab chiqarish, gazni qazib olib, qayta ishlab, undan suyultirilganini ajratib olib, bevosita logistika orqali yetkazib beruvchi korxona tashkilotlar tomonidan kechiktirish amalga oshirilyapti va o'z navbatida Hududgaz ta'minot aksionerlik jamiyati va uning tasarrufidagi jumladan misol Hududgaz Farg'ona, Hududgaz Tashliq va shunga o'xshash bo'limlar tomonidan joylarda iste'molchilarga yetkazib berish mana shu sababli kechikyapti. Endi hamkasbim juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdi. Hozir bu kechikishlarning sababi tahlil qilinib, bu bo'yicha misol yuqori turuvchi tashkilotlar, energetika vazirligi hammani xabari bor bu masaladan, bu muammodan. Lekin bu har yili misol mana shu oylarda bo'lib turadi. Chunki bu gazni qayta ishlab, misol mana Qashqadaryoda zavodlardan biz olamiz, misol boshqa xorijiy aksionerlik jamiyatlaridan olishimiz mumkin, yetkazib olib, ular biz faqat ta'minlovchi tashkilotimiz xolos. Ular bizga yetkazgan gazini biz ta'minlab beramiz. Va hamkasbim juda ham to'g'ri ta'kidlab o'tdi. Har yili misol mana shu qazib oluvchi korxonalar o'zlarini rejaga asosan ta'mirlash, o'sha quvurlarni, gaz jihozlarini almashtirish ishlari bilan shug'ullanishadi va mana shu ham gazni joylarda iste'molchilarga yetkazib berishda ozgina shu uzilishlarga, cho'zilishlarga sabab bo'lyapti. Avvallar ham bunday holatlar yuz bergan va bu holat birinchisi emas. Shu sababli sizlarga murojaat qilyapmiz deb bevosita fuqarolar bizga chiqishgan. Bu qanchalik haqiqat fuqarolarning so'zlari? Avval ham mana shunaqa o'sha 55-65 kunlarga cho'zilganmi avval ham? Har yili yoz oyida mana shunaqa nimaga cho'ziladi, shu remont hisobiga. Lekin bir oy xolos bu narsa, bir oy mana shu o'tib ketib qoladi. Qish mavsumi, kuz mavsumida o'sha qishda oladigan bo'lsa, qishda 30 kunda ham tarqatdik aholilarga. Fonddan ortig'i bilan tarqatdik. Fonddan ortig'ini oldik. O'zimiz belgilab berilgan fonddan oshiqchasini olib 30 kunda ham tarqatdik. Kuzda mana shu 45 kunga chiqdik, 45 kunda tarqatdik. Hozir aytib o'tganimdek 57 kunga chiqdi maksimal mahalla e'tirozi 57 kunga chiqdi. O'sha 57 kunga chiqqan mahallalar tarqatib berdik. Hozir 50-55 kun maksimal.
Fuqarolarning vajlarida yana bir narsa keltirilgan. Hozir yoz kunlarida o'sha suyultirilgan gazga ehtiyojimiz juda ham ko'proq degan gapni aytishyapti. Lekin men tushunmagan narsa, nima uchun yoz oylarida fuqarolarda suyultirilgan gazga ehtiyoj ko'p bo'lishi mumkin? Qishdan ko'ra. Endi aholiga tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Mahalla komitetlar birgalikda. Hozir endi yozgi kunida hamma kompot bekitadi, varina bekitadi. Qishga tayyorgarlik. Qishga tayyorgarlik. Lekin biz gaz ballonni faqat choy qaynatishga, ovqat qilishga beramiz. Buni aholiga tushuntiryapmiz. Tushungani ham bor, tushunmaganiga tushuntirish ishlarini olib boryapmiz. Lekin kechikkan muddatlar evasiga qanaqadir sizlarda kompensatsiyalar undirilishi bor, Sardor aka? Bu narsa aholi bilan o'sha aylanma shartnoma qilinayotganda aholida shartnomada ko'rsatib o'tilgan. Ya'niki u qazib oluvchi korxona, shirkat o'zi yetkazib bermayotgandan keyin uni force major holatlar o'sha bu ko'rsatib o'tilgan. Bunaqa holatlarda fuqarolarimiz, iste'molchilarimiz muqobil energiyaga o'tishlari kerak. Chunki davlatimiz ham butkul o'sha yashil energetikani siyosatini davlat darajasiga ko'targani bejiz emas. Hozir aytib o'tishyapti fuqarolar yana bir narsani, o'sha suyultirilgan gaz faqatgina o'sha Toshloqda muammo bo'lyapti xolos degan gapni aytishyapti. Demoqchiman, o'sha siz aytayotgan o'sha korxonani ta'mirlash ishlari olib borilayotganda faqatgina Toshloq tumaniga ta'sir ko'rsatyaptimi? Qisman mana shu oxirgi 30 kunlikda qisman faqatgina Toshloq tumani emas, qisman viloyatimizning boshqa hududlarida ham kuzatilyapti bu narsa. Bu chunki bizga ta'minlab beruvchi tashkilotlar sanoqli va ular o'sha qazib olib gazni qayta ishlab, o'sha o'ziga ajratib, suyultirilgan qilib, logistika qilib tarqatgunigacha bu faqatgina Toshloq tumanida emas, boshqa hududlarimizda ham qisman uchrab turibdi. Demak, respublika bo'yicha, ya'ni Farg'ona viloyatining 19 ta shahar va tumanlarida ham mana shu muammo bor. Qisman. Demak, bu borada o'sha Toshloq tumanida murojaat qilgan fuqarolar boshqa bir shahar tumanlarda ham bevosita aloqaga chiqib, masalan, senga qanchada yetib boryapti gaz va qancha muddatda kechikyapti degan gapni aytish kerak. Lekin bu borada ijtimoiy tarmoqlaringizdami yoki qanaqadir aholini o'rtasida ham qanaqadir nima desam bo'ladi, gaz kechikayotgan sabablarni aytib o'tiladimi fuqarolarga? Aytib o'tdik, ijtimoiy tarmoqlarga ham joyladik bu narsani, mahalla raislariga Telegram guruh orqali mahalla raislarini ham ogohlantirdik. Shunaqa kechikadi. Mana shu oyda shunaqa bo'lib turadi deb hammasiga aholini ogohlantirganmiz, ogohlantirishlarni olib borganmiz. Lekin yana bir fuqaroni bir so'zini aytib o'taman. Gazchilar bu borada atayin qilyapti. Qo'llarida shu suyultirilgan gaz bor, lekin aholiga atayin yetkazib berishmayapti degan bir so'zlar ham aytishyapti. Bu qanchalik haqiqat? Noto'g'ri narsa. Zavodimizga gazni ulgutib berib tursa, olib kelib tarqatib tashlab ushab turadigan narsa bas. Ayniqsa yozda kun u issiqlik kunida gaz xavfli narsa, saqlab bo'lmaydi, saqlanadigan narsa bas. U noto'g'ri deb o'ylayman. Gazni zavoddan olib mahallalarga vaqtida yetkazib ta'minlaymiz. Atiy ushlab turish, atiy saqlash bu narsa hamkasbim aytib o'tgandek mutlaq asossiz narsa. Sababi hudud gaz ta'minot aksionerlik jamiyati va uning tasarrufidagi bo'limlar tomonidan misol fond ortig'i bilan yetkazib berilsa ham sutkasida 24 soat ishlab, hamma texnikasi, hamma xodimlarini o'sha ishlatib aholiga gaz yetkazib berishga to'laqonli kuch-quvvatga ega. Uni sabab yo'q, uni gazni ushlab turib aholini unaqa mumkin emas. Qonuniy chora bor. Qonuniy chora ham bor. U biz ne только qonuniy chora Ahror aka, batda misol har bitta gazni xodimini samaradorlik koeffitsiyenti degan narsa bor aksiyadorlik jamiyatining tizimida tashkil qilingan. Biz qanchalik aholiga ko'p sifatli xizmat ko'rsatsak, gazini o'z vaqtida yetkazib bersak, o'sha tizimda, o'sha xodimda oyligiga ta'sir qiladi. Agar qaysidir sohada yoki oqsash bo'lsa, o'sha oqsash butun boshli tizimga ta'sir qiladi. Bu bir-biriga o'ta bog'liq bo'lgan zanjir sifatida baylangan tizim bu. Biz uni atiy qila olmaymiz. Atiy qilish mumkin emas. Demak, bizga aniq gaplarni ayting, balki o'sha ta'mirlash ishlari yakuniga yetayotgandir, qanchada bu borada yakuniga yetadi va fuqarolarning xonadoniga to'liq qachon gaz kirib boradi? Endi ta'mirlash ishlari bu o'sha gaz qazib chiqarish va gazni qayta ishlash korxonalari, shirkatlari tomonidan amalga oshirilyapti. Bu bo'yicha energetika vazirligi tomonidan to'liqroq ma'lumotga ega.
lekin biz bitta narsani bilamiz, hozir misol yuqorida ham hamkasbim ta'kidlab o'tdilar, fond уже ijobiy tarafga o'zgaryapti, fondni olish. Bizga belgilangan fondni kamomad bilan emas, balki sekin-sekin o'zgarish bo'lyapti, ko'proq olish. Va bu o'z natijasini misol mana keyingi reja grafikda, misol bizda 30-35 kun bo'lgan belgilangan bo'lsa hokimiyatlar tarafidan, mana shu keyingi 30-35 kunlik davrida уже bilinishni boshlaydi, fuqarolarimiz sezishni boshlaydi. Gaz o'z vaqtida kelayotganligi, gazdan hech qanaqa muammo bo'lmayotganligini уже sekin-sekin hammamiz sezamiz. Taxminan iyulning boshiga, ya'ni 1-iyulga mana shu muammolar bartaraf etilishi mumkinmi? To'liq iziga tushib ketadi. Rahmat. Biz fuqarolarga bevosita aytib o'tamiz, ya'ni bizga murojaat qilgan fuqarolarga demak ta'mirlash ishlari olib borilyapti va mana shu sababli xonadoningizga gaz kirib borishi kechikyapti. Va boshqa fuqarolar ham aytganidek, avval ham bunaqa holatlar duch kelganmiz va avval ham o'sha 55-65 kunda, hattoki 2 oydan o'tib ketsa ham xonadonimizga gaz kirib bormadi degan gaplarni ham aytishyapti. Endi men tushunganim, mutaxassislardan olgan ma'lumotlarimga asoslanib aytyapman. Avval yilda bir marotaba mana shunaqa ta'mirlash ishlari olib boriladi va bu borada ham fuqarolar tushunishini so'rab qolgan bo'lardik va bu borada ham savodlarni oshirish uchun biz bevosita mana shu mutaxassislarni taklif qilib suhbatni olib boryapmiz. O'ylaymizki, fuqarolarning murojaatiga asoslanib tayyorlagan videomizni barcha o'sha Toshloq tumani aholisi batafsil tomosha qiladi va o'zlarining savollariga mana shu kichik lavha orqali javob olishadigan umidamiz. E'tibor uchun rahmat.